Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarninki halifelerden En-Nasir lidinillah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkan. Bu adam tahminen 50 yildek devir sürgende hakimiyet beşidilem ottağın peyti 50 yildek tahminen. Demek bu adamniki devirdemiş yarım asır miktarida nurgun meşhur şahslar, nurgun devlet töhp koşkan töhpgörler, ulemalar, qazi, quzzalar ötken. Bulan içinden hem de biz tallap bu kitapta asasen bu devirde ölüp ketken meşhur ulemalarning tercümalını beripti. En meşhurları. Hem de bu devirde ölüp ketken meşhur ulema Ebu Tahir Silafi degan kişi. Hicriye 478 yılı doğulup, Hicriye 576 yılı, yani miladiye 1180 yılı doğru kıldı. Muş devirde ölüp ketken, özü Esbahan'ın dağınlık muhaddislerden boludu. Esbahan hazır İran'da. Ama bu adamniki ölüp ketken rayonini İskenderiye'de değilipti. Demek, hadis ilmida, fıkıh ilmida ve şundakla muşu tarih ilmida töhp koşkan büyük töhpkarlardan değişik oldu. Çünkü bu adamın Mu'cem Meşihat-ı Esbahan, Mu'cem Şuyuh Bağdat, Mu'cem Sefer Katarlık öz devirdeki Bağdat, Esbahan ve Katarlık en merkezi şehirlerde ötken şu diyarlığa kegin ulmananın tercümalını yazıp kaldığı. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Ali ibn Abdurrahim ibn Hasan Es-Selemi yani Es-Silmi namıyla meşhur boğan İbnül Assar degan kişi. Özün ayette şu devirindeki dağınlık edip büyük allame, lug'atshunos adam, nurg'un kitaplarını yazgan 508 yılı tug'ilgan. Özünki şu küçük vaqtida hadis ilmi ügünüş üçün köp çıqagan. Lekin bu adam şu lug'at ilmida şu davrning bir mo'jizasi. Xatini aytib chiroyli, onun ustiga şu xatninki zizavar chekitlarini qo'ysa ajoyib, yarishimliq qo'ya oladigan. Hem bu adam olim bo'lishdan birga katta savdogar, nurg'un mol dunyoni qoldirib ketgan bu adam. Adabiyot kitoblarini ko'p yazgan, o'qigan, grammatik jihatdan aytib kuchlik ma'lumotini aytib yuqori bu odamniki. Ham arabning she'rlaridan nurg'un she'rlarni yodlagan. Bu büyük allama 576 yılı En-Nasir lidinillah'niki hakimiyetinin en dastlabki bosqichlarida dunyodan o'tgan. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Abul Barakat Abdurrahman ibn Abul Vapa el-Ambari degan kishi. Kamaluddin deb laqamlandi. O'zi nayt katta nahvshunos, grammatikanshunos. Öz devirdeki şu Arap edebiyatı, Arap tilshunosligining peshvosi sanaladi. Bag'dodda turib, Bag'dodda yashab, Bag'dodda o'lib ketgan. Hicriye 513 yıl tug'ilgan, Hicriye 577 yılı, miladiye 1181 yılı to'g'ri keldi o'lib ketgan vaqti. Demek bu adamı En-Nasir lidinillah'ning xalifa bo'lgan dastlabki mezgillarda o'lib ketgan deyishga bo'ladi. Bu zat bu hamda şu Arap tili grammatikasida barmoqda sanalg'idek o'z davriniki büyük ulamalardan bu adam. Bag'dodda. Şafi mezhep boyunca yetilgan, Şafi mezhebini o'rganganda. Çünkü bu adam şu Nizamiye medresiniki nahve ilmiga munosabatlik fanlarda Nizamiye medresida bir nurg'un darslarni o'rgatgan. Bu Arap edebiyatı jihatda, Arap edebiyatı haqida naytı bir dengiz kabi ulama bo'lg'achqa o'z davrida nurg'un kishilar bu odamni o'qib, öz devrining büyük peshvolariga, ulamalarga aylangan. Demek bu jihatda bu odamning töhfasidir. Bu zat o'ziniki oxirgi umriga kelgan vaqtida
ilim ibadet bilen meşgul bulup dünyani terk etip dünya koy adamlardan arlaşmay hayatını şunday güzel ahırlaştırgan. Bu adamdaki kitaplardan Nuzhatul Elibba fi Tabikatil Udaba namlı kitabı. Esrarul Arabiyye deyimiz. El-İğrab fi Cedel I'rab qatarlıq kitapları var. Bu kitaplar asasen bugünkü gündə bayağı bu adamdaki kitaplarının köpleri besilgan. Bu davrda ölüp ketken meşhur şəxslərdir yana öz dövründeki nəhayət büyük evliyası İmam Ahmed ibn Ali Rufai degan kişi. Bu zat Hicriye 512 yıl doğulup Hicriye 578 yılı. Men miladiye 1182 yılı şu Nasr Dinila'nın zamanında ölüp ketken. Özü akidede Eş'ari, fıkıh meselelerde Şafii, tarikat ilmida bu Sofi. Demek bu Hicriye 6. asırda ötken büyük bir sopularının peşivası buludu. Bugünkü güne kadar mesela Rifaiye, tarikat Rifaiye deyip koydu. Mana muş adamga nisbat beriladigan. Bu adamniki mesela At-Tariq ilallah, Suratul Qadr'nınki tafsiri, Şerhut Tenbih fil Fiqh qatarlıq hamda kitapları var. Bu adamın nesep cihetinde elip itqan vaqtida bu adamniki şu Fatıma radhiyallahu anh'niki oğlu İmam Hüseyin'e taqşıdığanlıq, yani Quraysh qabiləsinin ekanligi qayd qilinibdi. Çünki bu adam Irak'ta tug'ilgan, Irak'ta o'sib cho'ng bo'lgan. Irak'ta ham payg'ambar avlodi shu davrlarda nayati ko'p deyishga bo'ladi hamda. Bu adam shu o'qish jihatdan o'ziniki zakilik bilan mashhur bo'lish bilan birga ayni davrdagi islom dunyosiga nayati mashhur katta ulamolarda o'qigan. Çünki bu adamniki ona taraf tog'isi Mansur Bataihi degan adamı nayati ahli suluk adam bo'lib, o'zining shu jiyanini tarbiyalash uchun nayati zo'r tuhfa ko'rsatgan. Chunki Ahmad Rupayniki dadisi 7 yosh vaqtida o'lib ketgan. Keyingi mezgilda bu adamni Abduqodir Jilani bilan uchuq qaşqan deyilibdi. Bu adam o'zini aytib taqvo o'tgan. Uning ustiga hadis ilmi bilan ko'p shug'ullangan. Shunga bu adamni Vasitniki muhaddisi deb atalgan ayni vaqtda. Ham cho'ng nayt voiz, ham dağlıq qari shu paytniki, ham bir murabbi, ya'ni bir ata ustoz deyishki bo'ladi. Endi bu adamning shu taqvoligi nimishqa bu jihatda bakiligi, ko'zi ko'rinib ketgan xalqning ko'ziga deganda, bu adam o'zining kamtarligi bilan mashhur bo'lib, o'zining shogirdlari bilan yoki kishilar bilan o'ttirgan vaqtida alohida farq qilinib o'tolmaydi ekanda. Men sizlarning bir ustozinglar emas, shayxinglar emas, bunchalar to'rik chiqishga men loyiq emas deb, mushta sarang, kambag'al, daldosh odamlarni qishig'irib, shularga mesela kuyinib, ular bilan birga tomoq berib, o kiyimlarini yuvib berib, maslahatchi töven qatlamdaki mesela adamniki palaj, mushta adamlarniki xizmatini to'liq qilg'achqa, bu adamniki danqi bek ketgan. Endi bu Rifaiye tariqati hamda tasavvuf ilmida mesela Ahmad Rifaining nazari bo'yicha Qur'oni Karim hadis Rasulullohga chin istishlan birga bular shu qalbni tozalash, qalb bilan kurash qilish masalasida bekrak ahamiyat bergan. Lekin keyingi mezgilda bu yo'lni tariqa Rifaiyada buni alohida bir mazhab bekitib, ham keyingi Rifaiya tariqati kishilar bu Ahmad Rifainiki yo'lni ko'p tutib maqanmagan. Buningda nayatlik qalaymiqan afsonaviy, xurafiy tuslar nayatli ko'payib ketgan. Bo'lmasa bu adam o'z vaqtida shu kishilarga nayat ilm o'qitish uchun nayat ko'p tuhfa ko'rsatgan bir voiz. O'zi bir mash'al adam, kishilarga bir chiroq yoqqan bir mash'al, nurg'un kishilarga to'g'ri yo'lni o'rgatgan bir buyuk bir peshava. Bu adamning ayni davrda yozgan nurg'un kitoblari bo'lib, masalan, bu kitoblarniki ko'plari shu davrda Moğol vaqasida yo'qolib ketgan. Ammo bu kitobniki bakrak mashhurlardan masalan Al-Burhanul Muayyad degan bir kitob bor. Mana bu Ahmad Rifainiki kitobi hozir qadar bu kitob islom dunyosida mavjud. Bu zatmi 66 kirgan vaqtida bir qo'soq og'riqi bilan
Kesel bo'lib shu o'lib ketgan bu odam. Bu odamniki ona taraf cho'nisini Yahya Buxoriy deydi ki, shuni qaragan vaqtida bir tarafi turklarga tutasi kerak. Bu davrdagi yana bir mashhur shaxs İbn Beshkuval nomi bilan mashhur bo'lgan Qosim Xalaf Ansar al-Xazraji degan bir kishi. Lekin bu odam o'zi Ansari Xazraj qabilasidan bo'lgan bilan Andalusga ko'chib ketgan ekan ota bovlari. Shunga bu odamni Andalusning tarixchisi, qozisi deb nom bergan. Bu zatmi 578-yili, yani miladiy 1183-yili Qurtubada yaşab, şu Qurtubada o'lib ketgan. Qurtuba hozir İspaniyadamda. Bu odamniki 50 dan ortiq kitoblari bor. O'zi ham shu Andalusniki ayni davrda İşbiliya tarafida qoziligini qilgan. Masalan, bu odamning kitobi Sila nomli bir kitobi bor. Bu Andalus tarixini yoritib bergan. Undan boshqa tarix ulamo Andalus nomli kitoblarim bor. Demak, bu odam shu tarix ilmiga bakrak ahamiyat bergan büyük allam bo'lsa kerak. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan o'zi Shafiy mazhabidagi büyük peshvolaridan Yunus degan kishi. Endi bu Yunus jamoati yoki Bani Yunus jamoatining dadisi ekan. Men bu kishiningki tarjimonini topolmadim tafsili bu jihatda. Uzr bu jihatda ayib buyurmanglar. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abu Bakr ibn Tahir ibn Xadab bin Nahvi degan kishi. Bu kishimi o'zi davrdagi shu Ansari adam bo'lib, Ansarlarning jamoat bo'lib, İşbiliyada yaşagan Andalusda. Hijriya 580-yil o'lib ketganda, hem İşbiliyaning Andalusniki büyük tilshunasi, hem bir lug'ashunos bir ulamo. Yani bu tarixchilar bu adamni Andalusdagi grammatika iqimining mashhurlaridan deb sifatlagan. Bu chunki bu adamniki qo'lida o'qigan İbn Xarob degan adam bu o'zing bu ustoz, yani bu Abu Bakr ibn Tahirdan bakrak ishib ketgan ekan. Bu adam şu Sibaviyniki kitabını, yani nahv kitobda kitobi. Buni nayt yaxshi ko'rib o'qigan, nurg'un kishilarga o'rgatgan deyilibdi. Oxirgi umri kelgan vaqtida bu adam sarang'ulab o'lib ketgan. Chunki o'zing bir oksi ya inisi bu adamniki butun mol dunyolari, yani oltin saqlaydigan adam ekan. Bu odam tijorat qilganda buni o'g'li olgan deyilibdi. Xudo saqlasin bunday avvaldan. Bu adamning mashhur kitoblarida masalan Sibaviyning kitobi Sibaviy nomli kitobni yozgan Haşiyat ibn Tahir ismli bir sharisi bor. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Abul Fazl degan kishi bo'lib, bu İmam Rafi'i deydigan bir kishiningki dadisi bo'ladi. Muhammad ibn Abdulkarim ibn Fazl Rafi'i Shafi'i deymiz. O'zi nayt katta muhaddis, o'z davrining daniq faqihsi. Yani Qazvindagi Abul Qasim Rafi'i degan kishining dadisi bo'ladi ekan. Bu Abul Qasim Rafi'i degan keyingi davrdagi katta buyuklardan. İmam Zahabi rahmetullohi alayh Abul Fazl Muhammad ibn Abdulkarimni Shafiy mazhabining muftisi degan. Yani bu adam Qazvinlik, hozirgi Turkmaniston to'g'risida. Bu adam Nishapurlarda o'qigan, Nishapurlarda yashagan. Shuningdek Nishapurda ayni vaqtda Shafiy mazhab kuchaygan, Nishapurda Eronda. Bu Shafiy mazhab bo'yicha nayati ko'p qutuq qozongan, yetilgan adam bu hamda. Bu odamning nayati islom dunyosida ayni vaqtda qo'shgan tuhfasi nayati zo'r. Mesela Abul Qasim Rafi'i qatorliq bir avlodni miros qoldirib ketgan büyük bir shaxsni. Ondan boshqa shu davrdagi maktablarda o'qitish, fatvo berish, hadis rivoyat qilish qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Bu kishimi İmam G'azzaliniki shogirdi Muhammad ibn Yahya degan kishida o'qigan, bu odamni ko'p hadis rivoyat qilgan büyük shaxslarniki biri deyishga bo'ladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma İbn Malkun an-Nahvi nomi bilan mashhur bo'lgan Andalus İşbiliyaninki büyük bir grammatikchi ulamosi. Bu adamning İzahul Manhaj nomli kitobi var. Bu kitobi ba'zira bu kishiniki qachon o'lib ketganligi xotirlanmagan. Nima 581-yil ekan. Miladiy 1186-yil. Qolgan avvali bu odamniki xotirlanmagan. Faqat
bu adamni Hazrami deb qo'ygan. Ya'ni Hazramavtliq. Undaqda tigi shu Yaman arablaridan Andalusga berib makallashgan muhojirlardan deyishki bo'ldi. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ahkam nomli kitobning avtori Abdulhaq Ishbili degan kishi. Bu adam Abu Muhammad Abdulhaq ibn Abdurrahman al-Ishbili deymiz. İbn Harrat nomi bilan mashhur. Atiga mush Yamanning Azdi qabilasi to'g'ri keladi. Lekin bu odammi mush Andalusda yashagan Andalusdagi faqihlari. Hijriya 514-yili tug'ilgan, Hijriya 581-yili o'lib ketgan. Bu odam shu ayni vaqtida mush Andalusdagi Bijoya degan viloyatlarda shu yerda o'tgan hayoti. Demak bu shaxsmi o'z davridagi faqih, hofiz, muhaddis, hadis ilmida shu raviylarning tarjimonini yaxshi biladigan buyuk bir ulamo. Bu odamniki Ahkam nomli kitobi Ahkamul Kubro, Ahkamul Sug'ro yoki Ahkamul Wusta deb har xil shaklda yozilgan. Shunga buni Ahkamning avtori deb bakrak mashhur bu odam. Bu odamningki shu 6 sahihda degan 6 hadis kitobini jug'lab to'plagan bir asri bor ekan. Bu kitobning hozir bor yo'qligini biz uqmaymiz. Undan boshqa Sahih Muslim bilan Sahih Buxoriyni bu odam to'plagan ekan. Sanatsiz, raviysiz holatda. Undan keyin bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abu Zayd Suhayli degan odam bo'lib, Ar-Ravzul Unuf degan kitobniki avtori. Ba'zi bu odamni Abu Zayd Suhaylimi deb qo'yamiz. Ismi Abdurrahman ibn Abdullah. Balkim bir o'g'ilning ismi Qosim, bir o'g'ilning ismi Zayd bo'lishi mumkin. Bu odamni o'z davridagi Andalusdagi buyuk faqizi, ham muhaddisi, hem grammatikunshunos, hem usuliy olim. Ya'ni mundaqlar deb aytgan vaqtda bir tarixchi. Bu odamniki Ar-Ravzul Unuf nomli kitobi Ibn Hishamning Sira nomli kitobga yozilgan bir cho'ng sharh. Siratun Nabaviyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotiga munosabatlik ayni davrda yozilgan eng mukammal sharhi mushur Abul Qosim Suhaylining Abu Zayd Suhaylining Ar-Ravzul Unuf degan kitobi. Bu odam Hijriya 508-yili tug'ilib, Andalusning Malqa degan yerda, Hijriya 581-yili Marokashda o'lib ketgan. Hozirgi Mag'ribul Araminiki Maroko demdi, Marokashda o'lib ketgan. Bu odam ham ayni vaqtida shu Andalusniki Qurtubi deymiz, Baji deymiz, Ishbiliya deymiz, Malqa deymiz. Hatta yalda o'qib hozir Ispaniyada Xristian bo'lib ketdi, u yerda musulmonning izini topolmaydi, ta'simda. Shu yerda o'qigan, keyin mush Mag'rib kelib, Mag'ribda o'qigan. Ayni vaqtida ham Mag'rib bilan Ispaniyadagi farq qilmaydi. Hozirga qadar ilib aytsak, Ispaniyadan ko'chib kelgan musulmonlar ayni vaqtida Xristian bo'lmay, masalan, davlatini tashlab muhojir bo'lib qaytib kelgan musulmonlar hozirga qadar Mag'ribda bor. Mag'ribda bor. Bular arablik o'xshamaydi. Bular shu qadimgi ispan madaniyatini saqlab kelgan. Hatto shu vaqtida uyning ochiqlarini saqlab kelgan odamlar vakini hozirga qadar avlod saqlab kelayotgan. O'ziniki. Bular degan shu 600 yil burun qo'g'lab chiqarilganda shu vujudlardan. Bu odamning bu nurg'un kitoblar bo'lishi bilan birga, ammo bizga yetib kelgan kitobi At-Ta'rif vel I'lam fima abham min al-Qur'an min al-asma'il a'lam degan kitobi eng mashhur kitobi Ar-Ravzul Unuf degan mashhur asar. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Abu Musa Madini nomi bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Abi Bakr degan kishi. O'zi Asbahanning buyuk ulamolaridan, Shafiy mazhabiniki peshvolaridan bo'ladi. Hijriya 501-yil tug'ilib, Hijriya 581-yil o'lib ketgan. Bu odamni o'z davridagi muhaddislarning peshvosi, shayxi, shanjilik, hofiz, buyuk ulamo degan nomlarga erishgan. Bu odamniki tigi masalan Farslardan tug'ilgan yurtimi Asbahan, o'lib ketgan yurtimi Asbahan.
Bu davrda ölüp ketken meşhur yani bir şahslardan İbn Berri namı bilen meşhur boğan Ebu Muhammed Abdullah ibn Ebu'l Vahş degan kişi. Hicriye 499 yıl doğup Hicriye 582 yılı miladiye 1187 yıl ölüp ketken. Özü Mısırlık grammatikşunas. Tigi Palestin'deki hazırkı Kudüs şehrinden nayet dadısı nayet bekkilik puxtalık usta mahir bir kağızçı iken de mesela kağız yasaydigan yoki tüplaydigandek ayni vaqtidagi. Şoňlaşqa bu Dadiston qışdaki kelgen kitaplarni o'qib, şunu ola alim bo'lib ketgan adam bu. Bu hadis ilmiga bek ahamiyat bergan, uning bilan boshqa nahv ilmida nihoyatda shu ko'zi ko'ringan büyük şəxslərdən deyişki болады. Bu adamdan nurgun ustazdır bu mesela. Kitaplardan El-İhtiyar fi İhtilaf Eymmetil Emsar namlı kitabı var. Bu adamdaki kitaplarındaki cıkları asasen İslam dünyasında bisilgan yoki qo'l yozma beti, maxtutat beti bor. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abu Bakr al-Hazimi degan kishi, Zeynuddin Muhammad ibn Musa deymiz. Bu mu Şafi mezhebiniki ulamolardan bo'lib, hem muhaddis, hem tarixchi, hem faqih. Hicriye 548 yılı Hamadan'da doğulan İran'da. Şu Hamadan'da ösüp Bağdat'da hadis ilmini öğrengen Şam, Mevsil, Esbahan, Azerbaycan mesela. Şu diyardan ayrılıp ahire Bağdat'ta makan tutup 584 yılı Hicriye. Şu et ölüp ketken. Demek yaşlam ölüp ketken 40'ın bağımında kılı da bu adam da. Özü yetilgen ulama nurgun şehirlerini kezip şu yerde hadis öğrenip yadlıgan belqima kallası ebz kuvvetine ait bek yaxşı adam kentok. Bu adam şu. Şuna ulamalar bu adamga ait puxta bir közü görüngen bir namune deb bunda bahalanıp bergen. Bu zatning ait köp kitapları barken, lekin kitaplarning besilmaganligi noma'lum. Bu kitapning ichida An-Nasikh vel Mansukh degan kitobi besilgandek turadi. Yana birisi Hujalatul Mubtadi fil Ansab qatorliq bu kitob ama mashhur. Endi bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxslardan Ash-Sharaf ibn Abi Asrun degan kishi. Bu kishiniki ismi Abdullah ibn Muhammad ibn Hibatullah Tamimi bo'lib, Hijriyat 492 yil tug'ilib, Hijriyat 585 yil. Yani miladiye 1189 yıl ölüp ketken Şafi mezhebindeki büyük faqihlerdir. Özü Irak'ın Mevsil'de doğulgan, Bağdat'ta yaşagan, ahirki mezgillerde Demeşk'te makallaşıp Demeşk'teki qazilikini qilgan da bu adam. Bu Demeşk'teki Asruniye dediğin bir mektep var. Adır kadar ismi yadlanıp gelgende. Şu mektepninki kurguçusu buludu bu adam. Bu adamınki Seffatul Mezheb ala Nihayetul Metleb dediğin bir kitabı var. Bu İmam-ı Cüveyni'ninki kitabı yazılgan bir şer'i boz gerek. Ondan başka bu adamınki Az-Zari'a fi Ma'rifeti Şeria qatarlıq kitap durumu var. Demek ilmi cihetten ait zor töhf koşkan büyük ulamalarınki biri. Yani bu davrda ölüp ketken meşhur şahslardan Abul Qasim Bukhari Et-Tabi El-Cami'ur Kebir namlı kitabının abduri. Bu kişi Hanefi mezhebindeki en çoğun aynı devrdeki büyüklerden buludu. 586 yıl ölüp ketken, tuğulga vakti iniq emas. Yani bu Bukhara'da yaşap, şu Bukhara'da ölüp ketken meşhur şahslardan buludu. Bu kişi özü hem faqih, hem mufassir, mezhep cihette Hanefi. Bukhara'nın şerhi. Bu adamın Cevami'ul Fiqh namlı 4 tomluk bir kitabı var. Bu kitaptaki bir kısmı kol yazım şekilde İstanbul'da mevcut bu kitaptaki. Burunqi kona şu Hanefi peşvalarındaki kitaplarga bu adam şerh yazgan. Yani tefsir hakkında bu adamdaki kitabının bağlıqı hatırlangan. Demek bu Türkistan diyarındaki büyük ilmi cihetki tolgan büyük ulamalarınki qatarida sanılgan kişi. Ondan başka bu davrda ölüp ketken meşhur şahslardan Necmul Xubushani degan bir kişi de özüne ait taqvalık bilen dank çıkan. Asıl ismi Necmuddin Abul Berkat Muhammed ibn Muvaffaq Xubushani Şafii. Özü Sufi. Sufi deyişte böyle aşkın hurapi sopulardan emas.
Ehli sünni vel cemaat firqasidagi tasavvuf peşvalardan sanıldı. Çünkü bu sopunun aşkulları buludu, sopunun zahid takvaları buludu, sünnetçi sopular buludu. Bu sopumu türgü bölümde hemimiz okşaş bir iqimde emas. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adamı baha bergan vaqtida zor faqih, zahid deb sifatlagan. Hijriya 510 yıl tug'ilib Nishapurda, Hijriya 587 yılı Mısır'da ölüp ketgan. Yani bu miladiy 1191 ga to'g'ri keldi. Bu Xoboshan edi işte, bu Nishapurniki bir yesi Xoboshan degan. So'nashqa shaharga nisbat berilgan. Bu adamning kimi bir Muhit nomli bir kitobni yozganligi xotirlanibdi. 16 tomliq bir kitob ekanda. Shu kitobni qoldirib ketganligi xotirlangan. Bu Sultan Salahiddin Eyyubi'nin zamanında yaşayan kişi bulup Sultan Salahiddin Eyyubi rahmetullahi aleyh bu adamını özü ustaz tutup davamlı yerine de ilip bu adamın ait köp hürmetini kıygan dedi. Çünkü bu adam yarıgan Sultan Salahiddin Eyyubi'ye. Çünkü bu adam zahid. O Sultan Salahiddin Eyyubi'nin padişahlığı yani bir makamının üsteliği hiyalı kirip çıkmaydıgan adamlı da şuna bunu Sultan Salahiddin Eyyubi ile özüge ustaz tutkan. Çünkü Sultan Salahiddin Eyyubi'nin özü zahid adam bu. Şoňlaşqa Fatimiler devletini qanday qilamiz degan vaqtida ayni davrda ulamalar arasida azroq ixtilof bo'lgan. Salahiddin Eyyubi vazirdi vaqtida Fatimilarniki. Bu devletni ag'dir etamdi, qanday qilamiz, o'zimiz yangidan boshqa davlat quramdiq deganda bir qism ulamalar bu yerda ixtilof bo'lganda davlat xalq qalaymiqan qo'zg'alib ketmasin deganda. Ammo bu adam bu Xo'shubani çın turup Salahiddin Eyyubi'ga bu Fatimilarning nurg'un nachar qilmishlarini sanab o'tib, bu davlatni cho'qim jildidini yo'qotish kerak deb yaxshi gaplarni qilib, hatto Fatimilarni kafirga chiqargan. Demak, bu adam hozirgi Misrdagi Qoyirada İmam Şafii rahmetullahi alayhniki qabristonligida İmam Şafii bilan bir yerda qo'yilgan bu adam. Hijriya 587-yil Qoyirada qabrisi. Bu davrdagi yana bir mashhur shaxs Abul Qasim Fira nomli bir adam bo'lib, yani bizi Shatibi deyishda shu nimaning Andalusniki bir shahri Shatib degan. Shu yerga nisbat berildi. Bu adamniki bir she'rlar to'plami bo'lsa kerak, shuni Sahibul Qasida deb olgan. Bu kishini Qasim ibn Fira deb olamiz. Fira deb. Bu Fira degan gap ayni davrdagi Andalus tilida to'mir degan bo'ladi ekan. Bu adam o'zi ama adam bo'lib, Allohning buyuk valilaridan shu diyorlarda yashagan buyuk bo'lib qiraat ilmida ko'zi ko'ringan buyuk bir peshva. Bu peshva 538-yili Andalusning Shatibda tug'ilib, kichiklam ko'zi ama bo'lib qolgan. Ailesi Qur'on yodlashga to'la ahamiyat berib, bundan boshqa bo'lgan fiqh hadislarni o'qib, mushu fiqh hadis, Qur'on ilmi, mushu masalalarda ko'zi ko'ringan. Bo'lib bakrak qiraat ilmida bakrak bu odamniki ta'siri kuchli bo'lgan. Mana bugungi davrda butun islom dunyosidagi mashhur diniy universitetlarda, mayli Madinadagi Jami Islomiy bo'lsin, mayli Misrdagi Azharda bo'lsin, Manzuma Shatibiyaniki 7 xil qiraat haqida tuzgan bir qiraat tajvid kitobi bor, qiraat ilmi. Tushuntirgan. Mush kitob mushu diyorlarda hozirga qadar mashhur. Mana demak buning ajri bu odamga yetib boradi degan gap. Bu tuhfikor zahidlardan. Bu İmam Shatibi rahmetullahi alayhi Andalusda o'lib ketgan bo'lsa, yo'q. Bu odam Andalusdan shu hajga kelish jarayonida Salahiddin Eyyubi davlatni qo'lga olgan paytlarga udil kelib, bu odam shu munosabat bilan bu İmam Shatibi rahmetullahi alayhniki bu qasidasining ismi Hizrul Amani ve Vechhut Tihani degan kitob. Bu 7 xil qiroatda yozilgan eng katta büyük bir manzuma, yani bir she'ri nazmi asar. İmam Shatibi'ninki tercümalığına aytdi katta. Bu adam Andalus'un taşlap keyin Salahiddin Eyyubi Mısır'ın algan paytlarda Beytul Maqdis kelib, bu yerda etikaf qilib, turib, o'sha yerda
ders öğretiş işleri bilen şugullanıp ki Mısır'a gelip Mısır'da kıraat ilmi bilen şugullanıp şu nurgun şagird çıkarıp ölüp ketken kadar Mısır'da bu kişinin hayatı şu Mısır diyarlarda ötken. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük allame Fahruddin Ebu Şuca Muhammed ibn Ali ibn Şuayb ibn Dahanul Farzi degan kishi. O'zi Bag'dodlik adib, hisob matematika g'inoyat usta. Hijriya 590-yil o'lib ketgan. Bu odam shu Bag'dod, Suriya, Sham, Misr, Damashq diyarlarda, shu diyarlarda g'inoyat ko'p yashagan. Bu odam endi munbar shaklida miros ilmining taqsimotini tunji bo'lib o'ttirib qo'ygan odam. Tarix ilmidimi xili o'ziniki talanti yaxshi. Onun ustiga mush hadislarniki xom so'zlarning ma'nosi deydigan bir kitoblarni yozib chiqqan. İlmi nucumdan bu ayeti xabari bor bu odamniki. O'zi mush odam bolasi ichidagi eng zeki odamlar qatoridan deb ta'riflangan büyük alloma. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur kishi, bu kishi ham mush Hanifiy mazhab bilan shug'ullangan yoki Hanifiy mazhabni o'zining mazhab fiqhiy nazariysi deb qaragan kishilarga nisbatan mashhur. Mesela çünkü bu adam Hidaye namlı kitapniki avtori. İsmi Burhanuddin Ebul Hasan Ali ibn Ebu Bekir ibn Abdülcelil El-Fergani Merginani. Bugünkü Özbekistan'daki Fergane Vadisi Merginan vilayetidir. Hicriye 511 yılı tuğulgan, Hicriye 593 yılı, Miladiye 1197 yılı doğru yılda ölüp ketken vaxtı şu. Özü Hanifi mezhebinin en katlı büyük peşvalarıdır. Bayan biz digenge o'xshash Hidaye degan kitobning avtori. Bu Hidaye Hanifiy mazhab ta'limotidagi mashhur bir asar. Bir davlatga bir qonun, dastur bo'laligidek bir asar deyishga bo'ladi. Bu odam o'zini katta mujtahid, mufassir, muhaqqiq ham adiblarniki biri. Bu odamniki hamda oilaviy kelib chiqish nasibini Abu Bakr Siddiqning nasibiga boradi deyiladi. Belki bu hata emasdir. Çünkü O'rta Osiyoda ayni vaqtida arablar ko'p yashagan bu diyarda da. Marg'inonni bugungi kunda biz Marg'alan deymiz, Marg'alan. Bu odamniki ustozlardan alayda Samarqandi deymiz. Qavomuddin Ahmad ibn Abdurrashid Buxoriy deymiz. Xulasatul Fatwa degan kitobniki yozuvchisining dadasi. Ondan sonra Aqaid-i Nasabiyninki yozuvchisi Necmuddin Nasafi mush adamning ustozdir bo'ladi. Asli bu Hidoya degan kitobniki aslisi Bidoyatul Mubtadi nomli kitob bo'lib, mush adam o'zi yozgan. Buni Kifoyatul Muntaho deb bir sharhlaygan Bidoyatul Mubtadini. Bu sharhlagan vaqtda bu kitob 80 tom chiqib ketganda, bu xalqlar bu uzun kitobni o'qib bo'lolmay bir xil zirkshasi bo'lmasin deb, yana qaytadan bir sharhlab bununla Hidaye deb isim qo'ygan. Mana mushu Hidaye degan kitobi islom dunyosida hozirga qadar bir mo'tabar kitoblarniki biri. Hidayeniki sharhisi nihoyatda ko'p. Bu Hidaye degan kitobni yozish jarayonida, sharhlash jarayonida bir 10 necha yildek vaqt ketganligi va shundaqla bu kitobni har bir qitim yozgan vaqtida nihoyatda bir xil ibodat bilan bir yozganligi qayd qilingan ba'zi kitoblarda. Bu Hidayeniki nurg'un mayli hadis tahrijlari bo'lsin yoki sharhlar bo'lsin, islom dunyosida nihoyatda ko'p. Bu odamning bir qism kitoblari hozir O'zbekistondagi muzeyda yana bor. Bu kishi Samarqandda o'lib ketgan, Samarqandda. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma Hanifiy mazhabdagi büyük peshvo Qozixon ismi bilan mashhur bo'lgan yoki Fatava Qozixon kitobniki avtori bo'lgan İmam Faxriddin Qozixon degan kishi. Bu Fatava Qozixon degan kitob hamda bu Hanifiy mazhabdagi fatvo masalalarga nisbatan eng sahih, eng mufassal, eng yaxshi kitob deb ta'riflandi. Bu kishining asli ismi hamda bu Qozixonning asli ismi. Hamda Qozixonning asli ismi Faxriddin Abul Mahasin Hasan ibn Mansur ibn Mahmud al-O'zgandi Farg'oni deymiz. Demak bu Farg'ona vadisiga hozirgi Qirg'iziston tavasiga Tava O'zgan degan yurtdan bo'ladi. Hicriye 592 yil o'lib ketgan eng büyük Hanifiy mazhabining imomi
nahayat inchgan, nazik meselelerni süzüp çıqalaydigan bir g'avvos tipidagi ulama. Nahayat nazik. Bu Hanifi mezhepte mındaqılık. Meselelerninki iki tarafı bo'lgan vaqtida buni kuchlantiradigan. Yani demek bu cihette mujtehid deyishki bo'ladi. Bu adamın fetava, amali, vaqiat, mahadir, şerhu ziyadat qatarlıq Hanifi mezhepteki muteber kitapları var. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh hem de Qazixan üsbetlep gelip Hanifi'lanın ustazi Allame Hasan ibn Mansur ibn Mahmudul Hanefi Bukhari özgendi. Nurgun eserlerinin abduri. Nurgun ulamalarda okugan degandek sübetler bilen sübetligen. Bu devirdeki ölüp ketken meşhur şahslardan yani birisi Abdurrahim Hacun degan bir Mısır'ın Said vilayetinde ülkesinde yaşadıgan zahid bir kişi var. Yani bu kişi mi muş devirde ölüp ketken büyük Allame. Bunu Abdurrahim Kannavi deyimiz özü tefsir ilmideki mufessir. Tege bu adamdaki kelip çıkışı Mağrib'din, azırkı Marakeş'tin degen boluda. Şu diyarlarda tuğulgan, şu Marakeş taraflarda okugan, şu yerdeki nurgun ulamalarını ustad tutgan. O işe kirgen vaqtida bu dadisi ölüp ketkenken. Şu peytlerde qattiq ağırıp kalıp doktorlarımı davalashda gangirab qolgan. Şondan doktorlar bu şehrini taşlap chiketsin. Bu jutdan chiketsin degan. Şunu olan bu adam Meşrik taraf gelip Demeşq tutulgan 8 yıl. Demeşq'ninki ulamalarda okugan. Ama bu adam hem de Demeşq ezelden şu tasavvuf taraf mayliroq adamlar ko'p bo'lg'achqimi. Bu adam şu Demeşq'da tasavvuf tarafiga bakrak eg'ib ketgan. Keyingi davrlarda bizning dadisininki qashig'ayani qaytib da söylep ketgandiki, dadisim burun katta ustoz ekan tuqqan Mag'ribda. Shu yerda dadisining o'rnida va'z nasihat, ta'lim tarbiya, o'quv o'qitish ishlar bilan shug'ullanib, bu odamning so'rovlariga kelgan odam naytda bir xil sehrlik, jalbkor odam bo'lg'achqa gap so'zini ta'sirlik, kelgan odamni yig'iltib, bir qalbini eritib yo'lga soladigan odam ekan bu. Şu dadısınki ordunu besip turayotgan mezgillerde onu söylep getirken. Tehi bu adam öğlenmegen toy qilmagan adam ekan. Şondan bu Piroqning dadida yani tashlab yuzon jutini, Mag'ribni sharqqa yana ko'chgan deydi. Şu diyarlardan masalan kelib haj farzini ado qilib, Damashqlarda yurib, masalan shu yerdagi ulamalar bilan mashg'ul bo'lib Mekke Medine arası 9 yıl turup şu jarayanda. Şu Mekke Medine'nin katı ulamalarda okup bu adam şu diyarlarda жүрген. Şu Mekke Medine tuğa mezgillerde bir Mısır'nınki adırqı qannadın bir adam bunun uçqışı etkende Mecduddin Qushayri deydigan. Bu mu Mısır'nın Seyit'ninki şu vaqtdagi bir katı bir taqva muteber ulamalarınınki bir ekan. Bu adam bilan qarsa zahid, taqva, ilimlik adam. Bunu Mısır'a ekte, Seyit'e ekte deb bu adamga nurg'un qatim yolvurib yurib, biz sildek bir ilimdor odamga biz muhtojmiz deb, oxiri bu odamni Makka Madinadan tortib, hozirgi Saidning qannog'iga aketgan. Oxiri bu shu Saidninki bir mash'ali chirig'i bo'lganda bu odam. Shu mezgilda bu odamning Misrga borgan vaqti Fatimilarniki oxirgi mezgillari. Bu vaqtda bu odamning ko'p ta'sir bo'lmaydi, chunki ulamolarning ko'plari ulama Shia puroqlik ulamalar yoki o'rda sarayga mesela bağlanıp qalgan ulamalarda. Şu orliqda o'zining ibodati bilan, azroq bir tijorati bilan shug'ullanib turgan paytlarda Ayyubilarning qo'liga o'tgan. Ayyubilarning qo'liga o'tgandan keyin bu odamni qanoning shayxi, ya'ni bir muftisi deb, bir ulamasi deb e'tirof qilgan davlatdan, Ayyubilar tarafidan. Şu munosabat bilan bu odam hem o'zining shayx, şu ticaretide bu Ahmet Kes qo'sh kep deb tijoratimni ko'p ro'noq topgan. Shuningdek bu odamda hem iqtisod hem ilm bo'lg'achqa o'zing topgan, teggan hammini shu musulmonlarning bolalarini tarbiyalashga, o'quvchi tarbiyalashga ishlatgan bu odam. Shuningdek bu Qannada bu odamning bir so'pitisini olgan bir maktabni barpo qilgan. Bu odamniki mashhur so'zlaridan mesela tasavvuf İslamning rukni emas, ama ahlakning rukni degan so'zi bor.
Yani bir duası, davamlı dua kıldığan duası. Ey Allah bizge bir rızık bergin. Ama bu bizni azaplaydigan rızıkni bermegeniga. Ama baylar dikkat kıldığan dua ama be. Bizge rızık bergin. Ama bu rızık üstüde bizninkini azaplamagan deydi. Davamlı dua kıldığan duası. Bu kişinin meşhur kitaplarından Kitab-ül Esbiya mesela Tefsirul Kur'an-ı Kerim qatarlıq kitapları var. Demek bu adam Seyyid'de 41 yıl ders ötep 71 yaşta 592 yıl Hicriye miladi 1196 ölüp ketken. Demek bu adam şu 30 yaşta Mısır'a bağlan deyişik buludu. Kabirsi hazır mı Seyyid'de. Bu devirde ölüp ketken büyük bir şahslardan yani bir meşhur şahs var. İbn Rushd ismiyle meşhur boğan Ebul Velid Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Ahmed ibn Rushd. Hicriye 520 yıl tuğulup Hicriye 595 yıl ölüp ketken. Bu adamniki İbn Rushd'da bir çoğun dadısı boğan. Bunun tarihi tercümanı biz başta biz öttü. Ma İbn Rushd deslep İbn Rushd'niki nevrs buludu. Nevrs buludu. Bu Endolus'taki büyük peylaspi. Fıkıh, usul, tibabet, matematika, felsefe, munazir ilmi qatarlıq cəhətdə nəhayət köp çaqnıgan. Tibabet bilan şug'ullangan. Endolus'taki Qurtuba şəhərinin qaziligini qilgan. Bu adam özünki kelib chiqishi Endolus'dan nəhayət yüz obro'yluq, bilimlik oilalarda cho'ng bo'lgan. Chunki Maliki mezhepte yetilgen ulamalarda da'vatı bo'ldi. Mush adam o'zimi İbn Rushdmi? İmam Malikning Muvattani yodlagan, Mutanabbining Divanini yodlagan. Maliki mezhep asosida fiqhida yetilgan. Aqidada Ashari mezhep asos qilib yetilgan bu adam. Ayni vaqtida. Onundan başqa felsefe jihatdimi ta'siri nihoyat kuchli. Ham İbn Rushd rahmatullohi alayh musulmon faylasuflarning ichida eng katta faylasuflar deb qaraldi. İbn Sina, Farabi'ye o'xshash bu nihoyat büyük faylasuf deyishga bo'ladi. Shuningdek bu adamniki Tahafut nomli bir kitobi bor. İmam G'azzalining Tahafutul Falasifaga raddiya yozgan. Biroq bu büyük allama o'zinki oxirgi mezgillarda, hayotining oxirgi mezgillarida davlat tarafdan bu chetga qilib, zulmga uchrab, balkim hasadxo'r ulamolarniki dadidan bo'lsa kerak. Va yoki bunday odamlarniki ko'nglida bir xil prinsip bo'ladi. O'zining prinsipiga tushmagan vaqtida o'zining hayotini to'g'ri yanmaydi bunday odamlar. Şu munosabat bilan bo'lsa kerak bu muvahhidlarning amiri Abu Yaqub Yusufga biroz yoqmay qilib bu odamni Marokash qo'g'lab chiqargan. Qabrisi bugungi Mag'ribda Marokashda. İbn Rushd'ninki nazariyasida mesela islom din ta'limoti bilan falsafaniki orasida zidlik yo'q, ya'ni aql bilan naqlning orasida zidlik yo'q deb qaraydigan ideyadik odam bu. İbn Rushd rahmetullah alayh meyli felsefe olsun, meyli psixika ilmi olsun veya ki astronomiya ilmi olsun. Demek köp katlamlık ilmlardan ait yetilgen büyük bir allame. Bu adamniki nurgun kitapları var. Bu kitapların içinde en meşhur kitap Bidayetul Mujtehid ve Nihayetul Muqtasid diyen kitap. Ustazımız Doktor Abdülaziz rahmetullah bu kitabını şerhleyen. Bu kitap Medine'lik Cami İslami'de mi uzun mezgil tahminen 50 yıldak bu mektepte ders kılıngan asaslık selektirme mezhep şeklinde. Onundan başka bu adamın G'azali'ninki kitaplarına tenqidi raddiya yazgan kitaplar buna ait köp. Eşarilerge yazgan raddiyalar buna ait köp. Aristotel'nin kitaplarını köpürek şerhleyen bu adam bu cihette. Bu adamınki dini okuşlarına nispeten okuş tegishli kitabı Muşu Bidayetul Mujtehid bilen tahafutni o'qib qo'ysak yaxshi. Tushunish asosida. Ham tibabet jihatda İbn Sina'niki bir kitobiga yozgan o'ziniki bir sharisi bor. Hamda İbn Rushd to'g'riliq biz mushunchalik so'zlasak bo'la. İbn Rushdni tushunish uchun bir umr yetmaydi. İbn Rushdning kitoblarini o'qish, bilish uchun bir umr yetmaydi. Mag'riblik bir ulamo vaqti bu odam nihoyatda ko'p xizmat qilgan. Hatto İbn Rushdning namida bir tadqiqot markazi qurgan. Maxsus İbn Rushdning kitoblarini sharhlab qolamiz deb.
Bu adam ölüp gitip kaldı. İsmi bir isim yok. Bir koyu vakıdığan bir adam hep kelip çıkışı. Bir adam. Muhammed Abidül Cabiri oku deyim isimli kılıçça. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük allama Abu Bekir ibn Zuhur degan bir tabip de. Bu adam şu Endolos'unki aynı devirdeki nayeti katta büyük ulemalardan, hakim danışmanlardan buldu. Padişahlarning nayet nurgun iltifatıga erişken. Çünkü bu adamniki şu edebiyat jihatdan nayeti katta talanti var. Hem bu jihatda ko'rsatgan töhfalari nayeti zor. Hem bu kishini şu tibobat jihatdami o'rni var deb deyilibdi. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhurlardan Cemal ibn Fezlan degen bir kişi. Bu kişi Şafii mezhebindeki büyük peşvalardan sanıladıken ama bu kişinin tercümanını ben tapamadım özür. Ondan başka El-İnşa ve Teressül namlı bir kitaptaki Abduri Kazil Fazil degen kişi. Bu kişi hem de Eyyubiler devletinde Mısır'daki 2. numaralı şahıs deyişki boladı. Çünkü Salahaddin Eyyubi devletni idare qilish, boshqarish, qo'shin tayyorlash, fuqarolar xalqning ishlarini bir taraf qilish, o'zining bolalarini tarbiyalash qatorliq jihatlarda mush Qozil Fozilning aqliga, diyonatiga, ilmiga tayangan. Bu odam shu she'riyat, adabiyot jihatida o'ziniki talanti bor, nurg'un yaxshi asarlarni yoza oladigan buyuk bir alloma. Bu kishini ulamolar ta'riflagan vaqtida fasahatlik, balagatlik, bütün fasahat ahlinin piri, balagat ahlinin beşi. Allame Ebul Ali Abdurrahim ibn Ali ibn Hasan El-Lakhmi Şamil Beysani El-Esqalani deb manda ta'riflagan. Çünkü Salahaddin Eyyubi'ninki devirde, devlette bu adam divanning amiri bo'lgan. Şun Qazil Fazil deb Salahaddin Eyyubi'ninki baş veziri. Bu adamın Muciriddin, Muhyiddin laqabıyla atılganda yani dinni qutqazgıcı, ihya qilgıcı degan bo'ladi. Bu adam Palestin'deki Esqalan dağıdır İsrailiyada Hicriye 529-yili, Miladiye 1135-yili şu vaqtlarda tug'ilgan. Bu adam şu Esqalanda o'qib, şu yerda Kur'an, hadisler bilan yetilib, yeziqchilikni o'rganib, keyingi Misrda davrda mesela Misrga borgan. Misrda o'qib, bu adam şu she'riyat bilan xatchak yezish, balog'at bu jihatlarda yetilgan bo'lg'achqa bara şu davlatniki vazirlik mansibiga erishgan. Salahaddin Eyyubining davriga kelgan vaqtda buni xos hojib sifatini bergandek masalan xos o'ziga bir vazir qilib olgan. Chunki bu odamning fikrida bir xil barakatni his qilgan Salahaddin Eyyubi. Shunlashqa Salahaddin Eyyubi rahmatullohi alayhi Qozil Fozilni hech kimga tan qilmagan. Hech kimga tan qilmagan. Bu zot o'ziniki shundoq nihoyatda ishlarining ko'pligiga qaramay, o'zining ibodatiga kechar kunduz ahamiyat beradigan, ko'p kitob o'qiydigan, ondan mer muhabbatni o'zining tuqqanlar orasida faqat ta'sir uchratmaydigan, iffetlik, taqvo, undan boshqa huzur, alovat, shuhratparastlikka ahamiyat bermaydigan, yemak, ichmak, kiyim-kechak, didak-bidaklarni o'zining oz qiladigan, kasal yo'qlab turadigan masalan-ku. O'zining dushmanlariga davomli ihson qilib turadigan mudaq. Kan qo'saq ma tipdagi odamlar bu. Bu büyük allama Hicriye 596-yil, yani miladiy 1200-yili ölüp ketgan. Bu davrda ölüp ketgan yana bir büyük şahıs Esh-Shihab Tusi namıyla meşhur bo'lgan Muhammad ibn Mahmud ibn Muhammad degan Şafii mezhebiniki olimlardan Allama Abul Fath Shahabuddin degan kishi o'zi Xurasandan, yani Tostin azirqi Nishapurda, Ironda. Bu adam nayeti büyük o'ziniki faqihlik bilan mashhur. 522-yilda tug'ilgan, o'z davridagi ulamolardan hadis o'qigan, Bag'dodga kelgan. Bag'dodda bu odamning e'tibori oshgan. E'tibori oshgan. Keyingi davrda mesela Misrga borib, Misrda xonaqolarni qurib, nurg'un ulamolarni tarbiyalagan bu odam bu yerda.
Katta mı da mujtehid derdik ulemalarını yetildigen adam bu. Çünkü bu adam xilma-xil ilimlarni özü mujassam qilgan. Mısır'ın camilerinde nurg'un va'z nasihat xutbalarni o'qigan. Keyingi mezgilda bu adam Mısır'da ölüp ketganligi xotirlanib 596-yili. Şu vaqtdagi sultanning bolalari hamda Ayyubilarning bolalari özünün boyallarda elip kötəgən dedim. Demek devletlerin ait itibarı güçlük adam deyişki buludu. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük Allame Ebul Faraj İbnül Cevzi namıyla meşhur boğan Abdurrahman İbn Ebil Hasan degen kişi özü Kureyş kabilesinden buludu. Ebu Bekir Sıddık'ın cemaatinden. Bu adam özü Hanbeli mezhepli fakih, hem muhaddis, hem tarihçi, hem ilmi kalamçı. Hicriye 510 yıl tuğulgan, Hicriye 597 yılı Bağdat'ta ölüp ketken. Bu nayet meşhur, öz nayet meşhur natık, hem edip kitapları nayet birbirinden serhil ve herhil. Bu adamdaki meselen Abbasiler devirde yaşayan adam o mesela bu Cemaluddin Ebul Faraj dep muarrih dep atayımız mesela tarihçi dep. Özünki ailesi mında Missoudgerdir aynı vaqtida. Dadısı bu adam şehçiga vaqtda ölüp ketkenke. Kimmiş dadısını kaldırıp ketken baylıklarını anası mesela ilim yüktüşkülen sarf kılgan. Hem kişkidilan bir nayet zahitlik bilen, takvalık bilen muşu meşhur boğaçka muşu vaxtım zaya olap gitidi dep edemgi marlaşmay çoğun olgan bu adam. Şonlaşka özün nefsini, ruhini, vaktini saklaya algan adam bu. İlim öğreniş jarayonida bu adam özün kichik vaqtında ta'riflab bir nonni elib quruq nonni hadis öğrenme deb chiqib o'stangning bo'yi uchun chilab yeydim men mushta o'rgangan deydi. Ama lekin bu kishimi özünki mush hayotida nurg'un peshkalchilik uchirgan bu odamni hatto zindiq deb masalan pag'algan avallar bo'lgan. Butqa ibodat qilib deb bu ig'ir avalli bo'lgan bu odam nurg'un ziyonlar yetgan. Bu adamın şu derslerini anlaydığı vaxtıda, aynı vaxtıda 60 min, 70 min degan o'xshab çoğun sandık adamni anlaydigan dersini Bağdat'ta. Mikrofon yok şu paytlarda. Bu adam birla ilim deyitilgan emas, bütün ilim deyitilgan. Tefsir, hadis, tarih, dilshunoslik, tibobat, fiqh, endi nutq san'ati, vaizlik. Mesela tefsir ilmida Zadul Masir fi ilmi tefsir namlı bir kitabı var. Yıkımlık. İbaretlerine ait bir xil tatlık bir şirin bir kitapta. Ondan başka mesela El Mevzuat min el Ahadis el Merfuat degan bir kitabı var. Bu hadis ilmi münasebetlik. Mesela Seffetü's Sebve, Telbis İblis qatarlı kitaplar var. Bu kitabın içinde en meşhur kitabı mesela Seydul Hatir. Seydul Hatir. Bu ruhiyet cihetki kitap. Tarih ilmida mesela El Muntazam fi Tarih el Muluk vel Umam. Bu kitap bu Xili hacimlik kitap. Badır mübaha bu tarih kitabı. Ondan başka bu adamınki mesela El Mudhish deydiğen bir kitabı var. Mesela Luftatul Kebd ila Nasihatul Veled bu kitabın nayeti meşhur. Durarul Cevahir min Kelami Şeyh Abdülkadir Katarlık kitapları olan meşhur. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük Allame İmadul Katip namıyla meşhur boğan İmaduddin Katip deyimiz. Hicriye 519 yıl doğulup Hicriye 597 yılı. Yani miladiye 1201 yılı ölüp ketken hem tarihçi hem edip. Bu Nuruddin Zenki devleti ve Eyyubiler devleti devirde yaşayan. Demişk'te ölüp ketken aynı vaxtıda. Eyyubiler devirde ölüp ketkende. İsmi Muhammed ibn Muhammed Sefiyuddin ibn Nefisuddin. İsmiyle meşhur bu adam. Bağdat'ta okugan, tigi Esbahallık. Bağdat'ın Nizamiye medreselerinde okugan. Keyingi mezgilde mesela bu adam Vezir İbn Hubeyre degan danlık vezir ötken o ölüma. Şununki naibi olgan. Yani katibi demdok naibi olgan. Keyingi mezgilde mesela Nuruddin Zenki'nin devri kelgan vaqtida bu Nuruddin Zenki bir medresetun Nuriye de bir mektep kurup muş mektepka bu adamni muallim o'qituvchi qilib tayinlagan. Bu mektep keyingi devirde İmadiye mektebi deb atilib shu ism bilan tanilgan. Chunki Imaduddin Katibning ismi bilan. Chunki nima qiladigan vaqtida
Bu töhfesi zorda bu mektepten de. Ama bu adam Nuriddin Zenki ölüp ketkendan keyin başkalar bu adamni bütün emellerden qo'g'lab chiqargandan keyin bir mezgil mevsilda yashashga majbur bo'lgan. Salahiddin Ayyubi emir bo'lgan paytda Salahiddin Ayyubining ustozi vezir qozi fazil bayatında gibni qiladi. Bunun bilan aloqa qilib turib bu adam Salahiddin Ayyubiniki davrda shu divanga tayinlanib qozi fazilga naib bo'lganda şu peytlarda mesela Salahiddin Ayyubi ölüp ketkendan keyin bu adam memdasda hukukni tashlab ta ölüp ketken kadarmış kitap yazışı bilen meşgul bo'lgan. Bu adamning kitoblari nayte yaqimliq Al-Barqu Shami, Kharidatul Qasr ve Jaridatu Ahlul Asr qatarliq kitapları bor. Mesela Al-Utba ve Al-Uqba qatarliq. Bu davrda ölüp ketken yani bir meşhur Allama İbn Azimetul Muqri deydigan bir daniq qari. Bu kişinin tercümalı bek çoğunqur tapamadım. Müşünçilek. Yani bu davrda ölüp ketken meşhur şahıs Hafız Abdülgani Maqdisi. Umde namlı kitabını yaptırı. Bu kişinin ismi Taqiyyuddin Ebu Muhammed Abdülgani ibn Abdülvahid deyimiz. Bu kişi Ali ibn Abu Talib'nin ki bu kişi Cafer Teyyar tutuşudu nesep cihettin. Umdetul Ahkam namlı bir kitap var. Bana bu kitap Hanbeli mezhep boyunca en meşhur kitaplarının biri. Bu kitabın apturi. Bu adam Nablus doğulgan. Nablus hadır Palestin'de. Beytül Makdis'e yakın joyda. Şuna bu adamın Makdisi dep atayımız. Hicriye 541 yıl doğulgan. Yani miladiye 1146'da. Keyin endi Beytül Makdis'ten Demişk'a yetkilip Demişk'ta şu yerde yaşayan bu adam. Demişk'ta ilim tahsil qilgan mesela. Palestin'de de ilim tahsil qilgan, Damashqning ulamalarida o'qigan, keyin Bag'dodga berib Abduqodir Jilonining qo'lida o'qigan. Bu ham Abduqodir Jilonining shogirdi 4 yil o'qiganligi qayd qilindi. Keyin Bag'dod Damashq qaytib kelgan mesela. Misrga borgan. Demak, mushu diyorlarda o'qib, bu adam nurg'un ilm erishgan. Hatto Asbahonga borganligi xotirlanibdi. Xorason tarafliga. Özü hem zahid, abid, her gün 300 rekat namazı okuyduğanlığı, yıl boyu roz tutduğanlığı, sehi mertlikki tariflengen tarihte bu adamınki. Bu adamınki asasen kitapları köp bolsun da ki köp kitapları mesela hadis ilmi de. Şuna çıkan mesela Umdatul Ahkam şu. El-Kemal fi Esma'ir Rical da bir kitapları var. Mesela En-Nesiha fil Adiyatü Sahiha deyimiz. Bundan başka Muhtasar Siretur Resul deyimiz. Bu şu kitapları. Ondan başka bu adam mı özünün hayatında sınaqqa duş kelgan. O sınaq nima deganda bu adam özü Hanbeli mezhepte. Hanbeli mezhepkiler asasen Selefilik aqidini asas qilgan. Şoňlaşqa Eş'ariler aqidasiga hujum qilib qo'yap ayni vaqtida. Şu sebepten bu adam ig'ir bir musibatga duch kelgan. Hem de Eş'ariye aqidasini Vezir Nizamul Mulk ayni vaqtda nurg'un maktablarni içip Eş'ari aqidasini ko'p taratgan. Demek devlet tarafından Eş'ari aqidasi himoya qilinganda, şoňlaşqa Abdülgani Maqdisi Eş'ari aqidasini ayıplaganlik tufaylidan Eş'arilarniki ig'ir hujumga duch kelgan. Hatta bir qatim bo'lgan voqealarda mesela Esbahonga borgan vaqtida Esbahonda bu adam şu yerdeki katta ölüm aldı hadis anlap mesela. Şu jarayonda Ebu Nuaym el-Esbahani'ninki bir kitabı var. Sahabalarniki tercümalını yazganda. Şu kitapta 290 netçi orunni bu adam özü kayıt qilib bunu meyasal hata bo'lib qapti yoki kam bo'lib qapti deb to'liqlab yozganda. Şu jarayonda hem de Eş'ariler bu adamga qarshi chiqib, bizning shunday bir ustozimizni ayibladingmi deb Esbahonning şu vaqtdagi amiri Sadr Xo'jandi deydigan bir adam bor. Eş'ari bu adam mı? Ebu Nuaym Esbahoniga omroq. Mutaassib. Hafız Abdülgani Maqdisi'ni o'ttirib dema deb qo'g'lab adam avatib Abdülgani Maqdisi oxiri shu qechib yurib Esbahondan maxfiy qechib chiqqan. Tasqagan o'lib qolgan. Kim Mevsulga kelgan vaqtidami mesela Mevsul degan hozirgi Iroqniki shahri o.
Ebu Hanif rahmetullahi aleyh to'g'riliq azraq bir gap qilib qo'yg'ach bular o'ltirtimiz deb turib olgan. Bu yerdimi bir xil hiyla bu odam o'zi qutulib chiqqan. Allohning rahmati. Damashqqa borgandimi, masalan Suriyaniki Damashqda. Jamiul Umaviyda dars o'tganda bu odam shu Hanbalilarniki ravqi bor. Shu dars o'tdimda. Nurg'un odamni keladi darsiga. Chunki bu notiq haqida ta'sir qila oladigan jalbkor odam patmaydigan bunda. So'rulgan işte odam. Şunu olan bu derside bir normal bir ulemadan birisi, qaziden birisi. Bundanlık ulema olsa Hatibud Devle'i depti. Munazir kılayla valinin aldıda depti. Bu munazirde hem de bu munazire nemege bakmaydı. Buna sükunatlar gap kıyılmaydı. Çokum özün delil ispatla özün fikrini oturup koyuş gerekte öz doğru dep kalgan narsine. Sel kızıp kılıp lan başkalarının yeni vargan. Sonra bu emir burguş bunu Damashqdan qo'g'lab chiqaringlar deb buyruq tushigan. Sonra Abdulg'ani Hafiz bu chidamay, bu zulm qilgan, shahardan qo'g'lab chiqargan odamga badduo qilgan dedi. Endi keyin Misrga kelsa, Misrg'imi o'zining Damashqdagi o'zining husumatchilari, masalan, uch ko'rdigan odamlari Misrga xat avatib yurib, fatvo avatib. Bu andaqdi, bu mandaqdi. Bu zindiqdi, kafirdi, aqidasiga taqvatdi degandek masalalarni tepish orqali Misrdami bu odamni jim to'g'izmagan. Bu odam nayt ko'p azolarga uchirgan. Oxiri bu odam 60 ga bormagan 50 necha yoshda Hijriya 600-yili Qoirada o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Ruknut Tavusi nomli mashhur bo'lgan shu munozirchi ixtilofiy masalalarga oid mashhur Ruknuddin Tavusi Abul Fazl Iroqiy deymiz. Mush adam o'zining fazil mashhur peshvolardan ixtilofiy masalalarga oid mahir bu jihatda munozirda yengib chiqa oladigan, ustunlikni ola oladiganda. Ham o'sha ixtilofiy mazmunni asos qilib bu odam kitob yozgan. Bu kitap şu Xurasan ilida aynı vaqtda nayt ko'p mashhur bo'lgan. Bu kishi ham işte davrda o'lib ketganligi, ya'ni Hijriya 600-yil milodiya 1204-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan mashhur yana bir shaxs Shumaymul Hulli yoki Halli nomi bilan mashhur bo'lgan Ali ibn Hasan ibn Antar degan kishi Hijriya 511-yil tug'ilgan, Hijriya 601-yili Bag'dodda o'lib ketgan. Nimaga bu odamni Hulli deymiz desek, Hulla deydigan bir o'rin bor ekan. Shu yerlik bo'g'ashqa bir kentning ismi. Shuni ashta degan. Bag'dodda o'sib yetilib, shu Bag'dodda o'qigan, o'zi shoir, lug'atshunos, adib. Sham, Diyarbakir qatorliq joylarda yurib, oxiri Mavsilda o'lib ketgan bu odam. Mavsil hozirgi Iroqda. Bu adamniki 46 parcha kitob yozganligi xotirlanibdi. Demak, bu odamning mush ilmiy jihatda qo'shgan tuhfalarini aytib zo'r deyishga bo'ldi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir kishi Abu Zar al-Xushani nomi bilan mashhur bo'lgan Ibn Abi Rakb Mus'ab ibn Muhammad ibn Mas'ud degan kishi Hijriya 1208-yilda o'lib ketgan. Bu odamning mush hadis, tarix, nahv jihatda yetilgan bir ulamo ham qozi. Bu odamniki şu Peygamberimizdeki tercümalık münasebetlik yazgan bir iki tomluk bir eser var. Olapmamış sire. Siredeki mesela şu ham sözlerniki şerhisiydi. Şunu yazgan. Şu kitabıyla meşhur. Bu devirde ölüp ketken bir büyük allame İmam Fakhruddin Razi. Bu adam o nesep cihetten Ebu Bekir Sıddık'ı tutuşudu. Lakin yaşayan diyarı Taberistan. Taberistan hazırki İran'da. Bu adam özünün müfessir, hem fakih, hem usulşunas. Bu bir ensiklopedik bir ulema. Hem pende özün kitaptır bu. Meyli fizika, meyli matematika, meyli tibabet, meyli astronomiya qatarlıq. Bu adam müşud Xurasan tarafta Xavarizm, Mavra-an-Nahr muş diyarlarda yürüp şöyle okugan. Bu adam Farsçını yaxşı bildiğin adam. Hem akidevi cihatte hem de eşari akidesini devamlı güçlendirip gelgen.
Şoňlaşqa bu adamniki muşu peylasiplarga, Mu'tezillerge reddiye yazgan. Eşeri tarafı turupda. Bu adam mağsa talaq çıkıp etrafıda 300'dek şu faqihler, ulemalar çördep mağatken. Binas ügünümüzde. Heratda bu adamın mesela Afganistan'ın hazırlık Herat ko Şeyhül İslam dep nam bergen. Bu adamın Mefatihul Gayb namlı kitabı meşhur tefsir ilmida. Bu 10 neçe tomluk kitap ko. Mesela El Mahsul namlı kitabı var. Bu usul fıkhida. El Metalibul Aliye yoki Ta'sis Taqdis deydigan bir kitabı var. Bu ilmi kalam yazılgan 3 tom. Metalibul Aliye degan 3 tomluk kitap. Buna ters bir kitap bu. Mende ba tushunmak yaman bir ters bir kitap ekan bu. Bu adam ayni vaqtida şu Sultan Muhammed ibn Tekşi bilen ko'p munosabat o'rnatgan. Bu hamda Xavarizmshah nomi bilan mashhur bo'lgan kishi da. İmam Razi rahmetullohi alayh keyingi mezgilda Heratda o'lib ketgan. Afg'onistonda qo'y Herat hozir. Bu adam o'ziniki shunday bir ilmlik bir ulamo bo'lishi bilan birga o'zining hayotida mayli Hanifiylar tarafdan bo'lsin, mayli Shiyalar tarafdan bo'lsin, mayli Mu'tazillar tarafdan bo'lsin, nayet ig'ir besimlarga duch kelgan. Ulamolar shu vaqtda bu odamni chiqib nurg'un avarchilikni tug'izgan. Hatta bu adamni shu ayblab tuhmat qilib, o'zining bolasi, hatto xotini bitta yomon ishlarni qiladi, nachar ishlarni qiladi deb fosiq, napoyish bilan ayblab shu xalq orasida bu odamni obro'yini tushirishga uringan. Bu büyük bir İslam feylasifiga qo'yilayotgan, berilayotgan jazo ayni vaqtidagi. Lekin ahli sunniy vel jamoat firqadikilar hamda kimning haq, kimning nohaq qilganligini cho'qim biladi. Shunday bo'lishiga qaramay, shunday fitna fesatlarning tarqalishiga qaramay, bu odam nurg'un asarlarni yozgan. Mesela 80 parçada kitap bağlıqı xatırlanıbdı. Mesela bu adamniki. Keyingi mezgillerde bu adamniki şu nurg'un yaxshi nam qoldirilgan. Yani büyük bir peylasif deb atalgan keyingi mezgilde. Ama bu adamning yana bir tarafi Jaloliddin Rumiyning dadisi Sultanul Ulema Buhaydin bilan bo'lgan orasida bir ziddiyat paydo bo'lgan. Hamda Jaloliddin Rumiyning dadisi Sultanul Ulema Buhaydin Xurasan ilini tashlab chiqishning sababi Faxriddin Razi bilan bo'lgan adovat deb qaralgan. Demak Faxriddin Razining hayoti nurg'un o'lchiliklarga to'lgan bir hayot. Ammo lekin bu bir gigant yutuq bir odam. İslam dunyosiga nihoyat zo'r tuh bilan qoldirib ketgan. İslamiyatniki hamma fanlarda asosiy bu kishiniki kitoblar bor. Bu kishiniki mashhur bir gapi bor, menga bak ta'sir qilgan. Bu adam chunki G'azalining masalan Imomul Haramaynning Abul Husayn al-Basrining ayni davridagi mush ilm kalamchilar, mush aqliyatchilar bir qisqa ulamolarning nurg'un kitoblarini o'qib, shuning ta'siriga nihoyat ko'p uchirgan. Ammo kichik vaqtida bu odam mush hadis, fiqh, Qur'on, dini ilmlarning javhari bilan shug'ullangan. Ustozi bu odam o'zlaydi. Mening ustozim men 3000 varaqni yodlab bo'lmog'ichilik ilmi kalam o'qishda yoki o'rgatishda men ruxsat bermagan deydi. Bak baldurlam ilmi kalamga kirib qo'ymaganda ilmi dini jihatdan ma'lum bir ilmi asos tiklangan vaqtida andin ilm kalam o'qishga yoki o'qishga ruxsat qilgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Ibnul Asir Abu Saadat Al-Majd Ibnul Asir Jamiul Usul nomli kitobning avtori yoki Nihoyatul G'arib nomli kitobning avtori. Bu kishi Ibnul Asir deymiz. Hijriya 544-yil tug'ilgan, Hijriya 506-yil, ya'ni milodiya 1210-yili o'lib ketgan. Bu odam shu Furat daryo bo'ylarida yashagan, shu yerda tug'ilgan odam. Shuningdek buni Jazari deymiz. Jazari Ibnul Asirul Jazari deymiz. Bu İbnül Cezir ailesi, İbnül Asir ailesi bunayet katta büyük aile. Bularning cemiyeti tarixdan bu yana ilmi ishlar bilan aytib ko'p shug'ullangan. Çünkü bu kishining dadisi mi Amir Mujohiddin Qaymozniki davrida zamonida yuqori mansabda bo'lgan. Oqilarimi Mavsulda amal tutgan.
Çoğunlaşqa bu adamın ayet nurgun ulamalarla uçuruşup, şularning ta'sirida yetilgan mesela. Bag'dodda o'qigan, Mavsilda o'qigan mesela. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida mesela İmam Zahabi taqvo, aqil, haybatlik, ihsonini yuqori odam degan. Bu hadis jihatda ko'p ilmlarni, hadislarni rivoyat qilgan. Hatto Jaloliddin Suyuti bu kishini sifatlab mashhur ulamo qatoridan, ulug'lar qatoridan, fozillar qatoridan deb sifatlagan. O'zi ham faqih, ham muhaddis, ham adib, ham nahva, ham hisob, ham adbiyot. Bu jihatlarda yetilgan bir ulamo. Bu kishi o'zining oxirgi mazgillarda put qo'li palaj ulab qolib, mush Mavsilda o'lib ketgan. Oxiri o'zining yosh o'lib ketgan bu odam. Oxirgi mazgilda mush palaj ulab qolgan. Bu odamning bir ta'sirli bir ishi zikr qilinibdi. Mush palaj ulab qolgan mazgilda mag'riblik bir odam kelib bu odamni davolagan ekanda, davolasa biroz saqaygan debdi. Natijasi ko'rilgan butun so'zalg'idek bo'lgan deydi. Şuna bu İzzuddin İbn Asir o'zining bir inisiga gap qilib, "Mademning nima olaydis ilib, mademni rozi qilib ketkizib debdi. Voy nemishqa bu xil foydasini ko'rdik-ku" desa, "Men mush Emir Sultonlar bilan jiq jurab, men endi bir rohat yashayapman. Men dunyodan üzülüp bir yaşaydatıma. Men özümni ulan putu saqaygandan keyin mesela ularni qishig'i berib men o'zimni xor qilishni xohlamayman. Ömrüm az qoldi. Men xorliqdan saq bir yashay degan dedi. Oqsi ma'qul deb doktorni avatib etgan dedi. O'zing ten saqliq badaliga bu odam bunday izzat g'ururni tanlagan büyük bir sabrchan ulamo bu odam. Bu adamning büyük kitaplardan Camiul Usul meşhur. Onun başka En-Nihaya fi Garibil Hadis vel Eser 4 tomlik kitap. Bu nihayet meşhur. Her qandaq bir dini ulamada yoki talibul ilmda bo'lish tegishli kitap bu. El-Badi' fi ilmil Arabiyya degan bir kitobi va El-Mursa' fil aba vel ummahat vel banat El-Murassa' bu kitobi meşhur. Bu adamning eng meşhur kitobi bu kishining Camiul Usul bilan En-Nihaya fi Garibil Hadis. Qarindoshlar bu İbnül Asir necha? İbnül Asir deb bir El-Kamil fi tarixni yozgan bir İbnül Asir bor. O İbnül Asir ma İbnül Asir emas. Bular bir-biridan bir cemaat tuqqan. Amma El-Kamil fi tarixning avtori boshqa, En-Nihaya fi Garibil Hadisni yozgan avtor boshqa. Bu davrda o'lib ketgan yana bir Sharhul Vajiz nomli kitobning avtori İmaduddin yoki İmad ibn Yunus degan kishi. Bu kishining asli ismi Muhammad ibn Yunus ibn Muhammad. O'zi İmaduddin nomi bilan mashhur. Şafi mazhabniki büyük faqihlardan Mavsilda yashagan, Iroqniki Mavsilda yashagan odamda. Erbil degan joy va Mavsilniki Erbil deydi. Shu yerda yashagan. Bag'dodda Nizamiya madrasalarida o'qigan. Ki Mavsilga qaytib kelgandan keyin Mavsilda nurg'un ulamolar kelib bu odamning qishida o'qigan. Nuriddin Zakiyniki davrida bu odam nurg'un mesela amal tutgan, qozi bo'lganda bu odam shu vaqtlarda. Bu demak bu shu Shafiy mazhabniki büyük bir faqihsi deyishga bo'ldi. Mesela bu odamning shu El-Vasit, Sharhul Vajiz qatorliq kitoblari bor. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Shafiy mazhabda o'z davridagi imom edi, usul, fiqh, ixtilof ilmida büyük imom edi degan. Demek bu öz devirde bir devir sürgen bir çolpan ulama bu. Özüne takva. Bu peşvarimiz 608. yıl hicriye şu vakti ölüp ketken. Bu devirde ölüp ketken yani bir meşhur şahıs Tenbih namlıq bir kitapını şerh edigen. Bir ulamanın ismi yazılıpmış. Eş-Şeref ismiyle. Bu kişininki ismini to'liq deb bulamadık. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan bir shaxs Hafiz Abul Hasan ibn Mufazzal degan kishi. Bu zatninki ismi Ali ibn Mufazzal ibn Ali ismi bilan mashhur bo'lgan. O'zimi
Maqdasilik, Palestinlik adam. Lekin İskenderiye tarafında şu elde tuğallık kayıt kılınıptı. Hicriye 611 yılı Kahire'de ölüp ketken. Bu ulema aynı devirdeki meşhur hadis ulemalarının biri sanıldı. Evet, şu devirde de hem de hadis ulemalarının tepelişi nayeti kıyın ahval. Çünkü bu hadis ilmi bir yak bağan vakitler yani bu vakitlarda. Demek bu kişime şu özü bir neçe kitaplarını yazganlığı hatırlanıptı. Demek bu kişinin töhfüsüne ait zor ulema değişik oldu Mısır'da. Bir töhfkar ulema alınıp biri. Yani biri bu devirde ölüp ketken şahslardan Ebu Muhammed ibn Havtullah degan kişi. Bu zat Endolus'un yani İspanya'nınki muhaddisi. Tigemiş Ensarilar da Beni Harise cemaat edin. Ama şu Endolus ketken Araplarınki evlatlardan boladı. 549 yılı tuğulgan. Hem de dadısı mı katta ölüme olsa gerek. Şonaşka 7 xil kıraatini dadısı doğukan deyilipti. Bu adam. Endolus'un ulemalarda kimimiz Ebu Tahir Selefi degan bir kişinin tarixini dedik biz. Şu kişi de İskenderiye'ye kelip okugan. Özüne ait fasahatlik bir hatip hem şair. Aynı devirde. Bu Marrakeş'te şu padişahınki balalarını şu yerde okutkan deyilipti. Kurtubanın qaziligini qilgan 612 yili ölüp ketganligi xotirlangan. Bu adamning yana bir inisi bor ekan. Abu Sulaymon deydigan. Abu Sulaymon deydigan. Abu Sulaymon bo'lsa shu Abu Muhammedning, mesela Abu Muhammed ibn Habitullah'nınki inisi. Demek bu aile, bu akfukular ikilisi bir devirde yaşayan katta ulemalıdır. Bu inisi mi muhaddisken hem qaziyken 552 yılda tuğulgan dedi. Malqa'da tuğan. Malqa degani Endolus'nunki büyük şehirlerinki biri. O kişiyle birge Ebu Tahir Selefi'de okugan İskenderiye'ye kelip bu Ebu Süleyman'ın ayeti takva adam bulup bu kişi 621 yılı yani o kişinin kiyerek ölüp ketkendeydi. Bu devirde ölüp ketken meşhur Allame Abdülkadir Ruhavi degan sefer nicik kılıdığan muhaddis. Diyarlarını geçip ilim öğrenediğin. Özü mezhepte, Hanbeli mezhepte. Mevsul'da ösüp çoğun olan 536 yılda tuğulgan bu adam. Özü küçük vaxtıda mı hadis gibi olan Ahmet'in ayeti zor boğan. Ama lekin bu adamdan bir kabul kılmaydigan tarafı xattin ayet sert adam kende. Küçük dillar şu xat yazışqa şunda bir hers bolsun ügünenmegendir. Ama şu hadis ilmida nurgun eserlerini yazgan. Qanda yazgan boğutu ki xatsiyeten Allah alem. Bu ulemaimiz şu Nişapur, Merve, Bağdat, Sichistan, Mevsil, Demeşik, İskenderiye, Mısır, Katarlık, Şerik ve Garip tarafdaki nurgun ulemalarda okugan. Üznayet Salih, Ayvetlik, Zahid, Takva, turmuş nayet addi, Gurgül. Ama işte ötken bir peşi var. Bu kişi adı Suriye'deki Harran da ölüp ketkenligi hatırlanıptı. 613 yılda ölüp ketkendi. Bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Ebul Hasan İbn Sabbagh degan kişi. Bu kişi özün zahitlik bilen meşhur bolgan ulema, nurgun kişilerge payda yetkizgen. Çünkü nurgun kişilerini şu yaxshi terbiyeleyen bir ülgülük bir terbiyetçi. Dini cihette ulanınki istiqbalıga bir ulsağan büyük bir ulema. Bu kişi hazırkı Mısır'daki Said yani Kanna degan orunda 612 yıl ölüp ketkenligi tarih kitaplarda hatırlangan. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük şahıs El-Vecih İbn Dahhan Nahvi degan kişi. İsmi El-Mübarek İbn Abi Talib El-Mübarek. Ebu Bekir Nahvi deyimiz. Özü Irak'tan vasıttı. Özü kişi de ema edem. Ama Nahvi ilmida böyle yetilgen bir ulema. Hicriye 502 yılı Irak'tan vasıttı tuğulgan. Vasıttı gen Heccac bina kılgan Irak'taki meşhur şehirde.
Bu adam hem de şu ilmi cihetde şu şeriat ilmi bekrak ahmiyet bergen, tarih ilmi bek ahmiyet bergen. Ünayet sabırcan, çidamlık boğaçqa öz qarığı bolsunmu meselen. Şu nurgun ilmlerde yetilgenlik hatırlanıptı. Mesela Kur'an'ı yadlap bolğan dep bu. Qiraat ilmide yetilgen dep bu. Başka ilimlerini igellegen dep bu. Demek bu adam hem de şu mecruhluğa bakmay İslam dünyasına töhp koşmaya dep nurgun cihetden şu Japan tasımı ilim ügenigendeydi. Hatta bu adam yüzüne qarığı bolsunmu Farsça, Türkçe, Habeşçe, Rimçe, Ermence zengilerin tilini tat biletken. Ya Allah, ya Allah. Mezhep cihette bu adam buru nembeli mezhepte keyin Hanifi mezhep ütken deyilgen. Şu Nizamiye medresinin hem de şu grammatika, Arap dil grammatikasını öğütüdüğün dağınık bir okutukçusu. Mu'camul Buldan namlı kitaptaki abduri meşhur coğrafi şunas Yakutul Hamevi muş adamın şagirdi ekanligi hatırlanıptı. Demek aşındak bir büyüklen terbiyeleyen kişi elbette çokum bir büyük bulmasa büyük adam terbiyeleyemeydi. Bu zat mı Hicriye 612 yılı vasit ölüp ketkenligi kayıt kılıngan. Bu devirde ölüp ketken meşhur yani şahslardan Taqiyuddinul Muqtarah degan kişi Abul Azizil Muqtarah deymiz. Hicriye 526 yılı tug'ilib, Hicriye 612 yılı ölüp ketken. Bu adamın ismi hem de Muzaffer ibn Abdullah ama Taqiyuddin Muqtarah deb bu isim bilen meşhur bolgan. Nimişqa Muqtarah deymiz ise bu adamniki mesela El-Muqtarah fil Mustalah namlık bir kitapqa berilgan nisbat bu. Çünkü bu kitapni bu adam öz yaxşı şeriyligen, hem yaxşı yadlıgan, yaxşı okugan. Şuna bu adamni Muqtarah deymiz. Bu adamı şu Şafii mezhepninki büyük fakihlerden. Şuna Şafii mezhepninki ulemalar katlamında bu adamga alohida o'rin berilgan. Şu fıkıh ilmide bolsun, ihtilaf ilimlerde bolsun, bu naydi gözü görüngen büyük bir peşeva, bir allame. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh bu adamga baha berip büyük bir imam. Fıkıh, usul, ihtilaf meselelerden nurgun kitapları var. Takva, diyanetlik, ümmet kinayeti köp fayda yetkizgen adam deb sübetligen. Bu adamdaki El-Esrarul Akliye fil Kelimatin Nebeviyye Katarlık kitabı var. Ama yani birisi İmamul Harameyn'inki El-İrşad fi Usulüddin diyen kitabını bu adam şeriyligen. Demek İmamul Cüveyni'nin kitapları şer'i yazarlık ulema bolsa büyük ulema digenlik buladı. Bu adam Hicriye 612 yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük şahıs Ebul Yemenil Kindi deymiz. Bu adamın ismi Tacuddin Ebul Yumun Zeyd ibn Hasan. Özü Kindi kabilesinden Yemen'deki. Bu Kindi bir çoğun kabile. Bu Hemyer kabilesi Kindi'den kelip çıkkanda. Bu adam Hicriye 520 yılı tug'ilib, Hicriye 613 yılı yani 1817 yılı miladiye ölüp ketken özü şair, qari, nahvi, şunas. Bağdat'ta yaşayan şu Bağdat'taki şu Nizamiye medreselerde grammatik ilmiyle meşhur bolgan büyük ulema. Kim Bağdat'tan taşlap bu adam Demeşk'a qaytib ketken. Hayatı asasen keyin Suriye tarafında yaşagan deyişik boldu. Keyingi mezgillerde Türkiye tarafga o'tib ketgan Rim taraflik deydi. Yani Anadolu tarafliga demoqchi bolgan. Endi bu İmam Kindi'ni ikinci Sibevi deb atalgan. Nimishqa nahvi ilmida ko'zi ko'ringan bo'lg'achqa bu jihatda. Bu adamning Divanul Kindi, Sharh Divanul Mutanabbi qatorliq kitoblari bor. Ondan başqa bu adamning bu davrda yashagan ulamolardan El-Mu'inul Cacarmi yani Şafii mezhepteki Kipaye namlı kitapның abduri. İsmi Ebu Hamid Muhammed ibn İbrahim Cacarimi deymiz.
Muayyinuddin deb laqam bor. Yani dinning yordamchisi degan bo'ladi. Bu Nishapurninki dаңliq ulamolardan. Bu Kifoya nomli kitob shu Shofiy mazhabidagi fatvolarni asos qilib nayt qisqa ammo mazmuni mo'l bo'lgan kitob. Bir tomlik kitob. Bu odamning undan boshqa Izohul Vajiz degan nomli kitobi bor, 2 tom. Bu shu ixtilof masalalarini bir taraf qilgan kitoblarniki biri. Nemishqa bu odamni Jajarmi deymiz desak, bu Nishapur bilan Jorjanning oralig'ida Jajarm deydigan bir kenit bor ekan. Shu yeziga nisbat berilgan. At-Tariqa fil Xilaf nomli kitobning avtori Ruknul Amidi degan kishi. Muhammad Ruknuddin al-Amidi bo'lsa kerak. Hijriya 615-yilda o'lib ketgan. Bu kishimi shu o'zini aytib faqih büyüklarniki biri. İnç tarixini bilib bulamadık. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abul Baqa Ukburi degan kishi bo'lib, I'rob nomli kitobningki avtori. Abul Baqa Ukburi ismi Abdullah ibn Husayn. Hijriya 538-yil tug'ilgan, Hijriya 616-yili, ya'ni milodiya 1819-da o'lib ketgan. Bu odam shu adabiyotda mashhur. Ammo ondan boshqa shu matematika, hisob masalalaridami hali ko'zi ko'ringan. Nemishqa bu odamni Ukburi deymiz desak, Akbari emas, Akbar emas, ama Ukbar. Bu shu Bag'dod bilan Samarra degan ikki bir shahar bor Iroqda. Dajl daryosining bo'yida. Mana shu Bag'dod bilan Samarraniki oralig'ida Ukbara deydigan bir yezi bor, kichik. Mana mush yezda tug'ilib, tegi mushalik bo'lg'achqa bu odamni Ukbari deb ataymiz. Bu odam o'zi Hanbali mazhab bo'yicha yetilgan. Ammo shu bayatimiz biz gapni qilgan Ibn Javziy va Ibn Javziyninki masalan xalifat bo'lgan bu odam. Shu odamning keyinda yurib nurg'un ulamolarga uchrashgan, nurg'un bilimga ega bo'lgan. Bu kishi ham da oxirgi hayotida qarg'ulab o'lib ketganda xotirlanibdi. Bu odamning nurg'un kitoblari var, masalan At-Tibyan fi Arabil Qur'on, Al-Luba fi Ilal an-Nahv deymiz. Juda kitoblari hozir masalan besildi. Bu odamning kitoblari hozir islom dunyosida bor. Bu odamning yana bir mashhur kitoblaridan Tartib Islohul Mantiq nomli kitobi bor. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibn Abi Usaybi'a deydigan bir tabib, doktor, o'zi bir musulmon tarixchi. Uyunul Amba fi Tabaqatil Atibba nomli bir kitob bor. Bu kitob hozir, bu kitobning avtori bu Damashqda cho'ng bo'lgan odam. Misrlarda yashagan, uzun mezgil tibobatchilik bilan shug'ullangan bu odamniki. Bu jihatda, shu tibobat ilmi jihatda bu odamniki kitoblari xili sarxil. Bu kishi hamda hijriya qanchinchi yilda buni bilamidik. Mo'yma hamda bu shu o'z davridagi bir tabib, doktor deyilibdi. Bu mutuhkar madaniyat iznalarining asoschilari. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Abdurrahim ibn Sam'ani degan kishi. Abdurrahim ibn Abdulkarim ibn Muhammad o'zi muhaddis, mufti, alloma nomlari mashhur bo'lgan Marvazlik Turkmanistonlik Shofiy mazhabning peshvolaridan. 537-yilda tug'ilgan. Dadisi bu kishi ajoyib zo'r ehtimom bergan, ko'ngil bo'lgan o'g'nishiga. Shunga bu Sahih Buxoriy, Sunan Abu Davud, Sunan Nasai qatorliq kitoblarni o'qib yodlagan bu odam. Sahih Muslimni qatorliq masalan. Shunlashqa o'zi Turkmanistonda Shofiy mazhabiniki ayni davrdagi peshvolik aylangan. Hurmatga sazovor shayxlarniki biri. Nurg'un islom dunyosidagi shaharlardan nurg'un kishilar bu odamniki qishig'i bo'lgan. Samarqand, Buxoro, Baykent, Hirot, Nishapur. Mushu yerdagi odamlar mushu odamning qishig'i kelib o'qigan mana. Demak bir buyuk shaxs bu. Mesela İbn Salah degan bir cho'ng bir hadis peshvosi va
hadis ilmidagi dаңlıq bir şəxs var, İbn Salah deydigan. Mana şu kishi şu zatniki şagirdi bo'ladi. Onundan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur şəxslərdən Necmuddin Kubra degan kishi. Necmuddin Kubra Hicriye 540-yıl tug'ilib 618-yıl ölüp ketgan Hicriye. O'zbekistondagi hozirgi Xavarizmdan o'zi bir so'pi adam. Bu Kubraviya tariqatiniki peshvosi bo'ladi. Ammo fiqh jihati Şafii. Ahli sunni ya bu adam. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adamı nisbetlep Allame imam, ülgülük muhaddis, Xurasan'ın ustazı, şehit diyen. Şehit diyen ha. Nima uchun şehit bo'lgan buni ele chiqadi bu adam. Bu Xavarizmlik adam bu hamda. Bu hadis o'rganish uchun islom dunyosining nurg'un yerlariga berib hadis o'rgangan. Bu adam Hicriye 618-yili Chingizxon Xavarizmni besib kirgan vaqtida Moğollarning qo'lida şehit bo'lgan bu adam. Şuna bu adamni Necmuddin Kubra şehit deymiz. Bu adamning Manazilus Sayirin, Favatihul Cemal, Minhajus Salikin nomli kitoblari bor. O'qish tegishli buyuk kitoblarning biri. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs İbn Abi Sayf al-Yamni degan kishi. Şafii mazhabining buyuk faqihlardan bo'ladi. Hadis ilmida ko'zga ko'ringan. Bu adamning Al-Arba'un deydigan bir hadis kitobi bor. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Muvafiquddin ibn Qudamatul Hanbali. İbn Qudamatul Hanbali tigi nasab jihati Quraysh tutishida. Bu Hanbali mazhabining buyuk uleması, mujtahid. Mesela bu adamın Mughni nomli kitobi yetarlikda mana. Uzun tomlik kitap bu. Bu adam 541-yıl tug'ilgan, 620-yil milodiy. Shu vaqtda o'lib ketgan. Bu adam biz bayatdan gapni qilgan Abdulg'ani Maqdisi bilan bir jamoat, Umdatul Ahkamning avtori Abdulg'ani Maqdisi bilan. Abdulg'ani Maqdisining ammasining o'g'li bo'ladi. Bu adam mu hem de aynı vaqtida shu Damashq qaytib kelgan. Ahli Salib bilan Germaniyaning ayni vaqtdagi podshosi, Fransiya podsholari Ahli Salibning 3-qadimlik urushida Falastinga besib kirgandan keyin bu Falastinni tashlab Damashq qaytib kelgan bo'lar. Demak bu tog'asi bilan birga, mesela Abdulg'ani Maqdisi bilan birga Abdulqadir Jiloniyda, ana Bag'dodning boshqa shayxlarida o'qigan. Bu odamning mesela Umda, Muqni, Kafi, Mughni qatorliq kitoblar bor. Bu nayt büyük eserlerinin avtori bo'ladi. Salahiddin Ayyubi rahmetullahi alayh Beytul Maqdisni qutuldirish uchun askarlarni elib kelgan vaqtida sapning beshida bir jangga qatnashgan adam bu. Bu hem mujohid, demak qalbi nayt kuchli, imoga to'lgan bir büyük shaxs deyishga bo'ladi bu odamni. Bundaqliq jang qiladigan muhim paytlarda, jihad qiladigan muhim paytlarda bu ulamoning sapning beshida naq maydonda bo'lmoqi nəhayət muhim ahval bu. Bu hayat mamatlik bir ahval. Nuruddin Zenkininki bir munbiri bo'lgan. Men mush Beytul Maqdisni ozod qilib qo'yma deb. Nuruddin Zenki qo'yolmay o'lib ketgan Salahiddin Ayyubi bu munbarni akilib shu Damashq tarafdan Maqdash nimaga Falastinga qo'ygan, Falastinni ahli salibdan olgan vaqtida. Shu vaqtida Ibn Qudamatul Maqdisining yashi 40 yoshga. Demak bu odam o'qitish bilan, Alloh yo'lida jihad qilish bilan ömrünü o'tkazgan büyük bir shaxs. Hijriya 620-yili Damashqda o'lib ketgan, qabri suyada bu odamniki. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxs Faxruddin ibn Asakir degan kishi. Bu boshdagi ibn Asakir emas, Ma ibn Asakir boshqa, o boshdigisi boshqa. Bu Şafii mazhabining büyük ustozlaridan bo'ladi, o'z davridagi Shamda ham zohid, muhaddis, salih bir büyüklerdi. Belki bu baştaki İbn Asakir bilan bir urug' tuqqan, navr-chavildirga to'g'ri kelsa kerak endi. O'ziniki shu haqda chin turdigan gaplarni aniq, oshkora
Muşu postiyavle meşhur bolgan. Nurgun muşu dini mensepler berilgen vaqtida unmagan bu adam. Şu araq satqan vaqtida mesela ayni vaqtida şu demişdi. Padişah ochiq aşkara gep qılalgan adam bu. Şu man ochiq aşkara gep qıldığında Melikul Muazzam Salahaddin Eyyubi'nin oğlu. Bu adamni şu ders ötüşten mahrum qo'ygan. Mendek bir padişah tutmamışdan gep qılamdı deb. Deyilip de mi adaylık İbn Asakir başta ötken İbn Asakir var o tarihi demişkini yazgan. Şu kitabını yazgan adamın akısının balısı iken bu. İzz ibn Abdüssalam'ın şagirdi buludu. İzz ibn Abdüssalam diye Moğollarını şu tuncu kıtım galiba nima çekindigen bir memleketler devletindeki büyük uleması buludu. Özüne ait zahid, abid ötken, ilim, ibadet bilen meşgul bolgan, dünyagına ait köp kızıkmagan büyük ulemalar. Demek bu zat mı Hicriye 620 yılı İbn Kudami ile okşaşıp bir devirde ölüp ketken. Muşu kitap başlanğandan beri muş devirde ölüp ketken ulemalarning tercümalı en köp zikir kılıngan devir En-Nasr Lidini'nin devri. Bek köp ulmanın tarihi yazılgan bunun. Çünkü bu adam tahminen 50 yıllık yakın hakimiyet beşte Ultağaç'a muş kitabının içinde muşularının tercümalını tapmak en kıyını toxtuğan bir ders buldu bugünkü ders. Elhamdülillah bu dersimiz tügde. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz kiyinki dersimizi biz Ez-Zahir bi emrillah degan bir halifeninki tarixida buludu. Hayır, hoş Allah'a emanet.